Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanmada migratsiya tayyorlovi bo'limining ishlash tartibini ko'rib chiqamiz. Dastlab chap menyuning migratsiya statistikasi bo'limiga kiramiz. O'ng tomondan qo'shish tugmasini bosamiz. So'ng bizga kerakli bo'lgan fuqaroning JSHR raqamini kiritamiz. JSHR raqamini kiritganimizdan so'ng avtomatik tarzda ushbu fuqaroga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlari shakllanadi va biz tanlab o'tishimiz zarur bo'lgan ta'lim ma'lumotini belgilaymiz. O'rta maxsus, oliy yoki o'rta. Shuningdek, telefon raqamini kiritishimiz majburiy hisoblanadi. Imkon qadar ushbu telefon raqamda Telegram ham mavjud bo'lishi zarur bo'ladi. Agarda ushbu fuqaro rasman mehnat faoliyati olib borgan bo'lsa, uning mehnat faoliyatiga doir ma'lumotlar ushbu joyda shakllanadi. Agarda yo'q bo'lsa, bo'sh holatda qoladi. E'tibor beramiz, majburiy maydonlar to'ldirilgan holatdagina keyingi oynaga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi tugmasini bosamiz. Ikkinchi oynada ushbu fuqaroning kasb-hunar va chet tillariga o'qitish ma'lumotlarini kiritamiz. To'ldirishda 3 xil yo'ldan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni fuqaroning talabidan kelib chiqqan holda uni kasb-hunariga o'qitish ma'lumotini kiritishimiz yoki chet tillari bo'yicha ma'lumotini kiritishimiz yoki bo'lmasa ikkalasi bo'yicha ham ma'lumotni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Fuqaroning kasb-hunariga o'qitish ma'lumotini kiritamiz. Dastlab o'quv muassasasi nomini yozamiz. So'ng muassasa shaklini belgilashimiz zarur bo'ladi. Muassasa shakllari davlat, xorijiy va xususiy shaklda bo'ladi. O'qish yo'nalishini tanlashimiz zarur bo'ladi. Va ushbu muassasaning joylashgan hududini belgilashimiz kerak bo'ladi. Hamda ushbu o'quv muassasasini bitirgandan so'ng egallaydigan kasbini belgilaymiz. Agar diplomi mavjud bo'lsa, diplomini kiritamiz. Mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, ushbu oyna majburiy emas. Va o'qish holati, ya'ni hozirda ushbu fuqaro hali o'qimoqda. Agarda ushbu fuqaroning kasb-hunarga o'qishdan oldin qandaydir kasbga egaligi bo'lsa, mavjud egallagan kasbi bo'limiga yozib o'tishimiz zarur bo'ladi va u oladigan diplomning xalqaro tan olinishi yoki yo'qligini belgilab o'tishimiz zarur. Diplom olganidan so'ng diplom olingan sana kiritishimiz mumkin bo'ladi va diplomning nusxasini biriktirib qo'yishimiz ham mumkin. Ushbu fuqaro hali o'qish holati o'qimoqda statusida turganligi uchun diplom olingan sana va diplom raqamlarini, shuningdek diplom faylini biriktirmasligimiz ham mumkin bo'ladi. So'ng keyingi oynaga o'tishimiz mumkin. Uchinchi oynada fuqaro ishlashni rejalashtirgan xorijiy davlat haqida ma'lumotlarni to'ldiramiz. Ya'ni borishni rejalashtirgan xorijiy davlatini belgilashimiz zarur bo'ladi. Va borish yo'nalishi, ya'ni tashkillashtirilgan yoki mustaqil ravishda bormoqchi ekanligini belgilashimiz kerak. Keyingi tugmasini bosamiz va 4-oynaga o'tamiz. 4-oynada agarda tanlov o'tkazilgan bo'lsa, tanlovni o'tkazgan xorijiy davlatni belgilashimiz zarur bo'ladi. Tanlov tashkil etgan firma nomini kiritishimiz zarur va tanlov natijasi ushbu fuqaroni tanlovdan o'tgani yoki o'tmaganligini belgilashimiz kerak. Agarda tanlovdan o'tgan belgilansa, fuqaro ishlash uchun yuborilgan xorijiy davlatini belgilashimiz mumkin. Agarda tanlovdan o'tmagan bo'lsa, tanlovdan o'tolmaganlik sababini kiritishimiz zarur bo'ladi. Keyingi tugmasini bosamiz. So'nggi 5-oynadagi ma'lumotda ushbu ma'lumotlarni kiritgan mas'ul shaxs haqida ma'lumotlar shakllanadi va tahrirlash tugmasini bosish orqali biz ushbu kiritilgan ma'lumotlarni saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Kiritgan ma'lumotlarimiz jadval shaklida migratsiya bo'limida shakllanib boradi. Bundan tashqari, kiritilgan ma'lumotlarni statistik ko'rinishini ko'rishimiz hamda yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Viloyat va respublika nazoratchilari uchun dashbord bo'limi orqali barcha ma'lumotlarni monitoring qilish imkoniyati ham mavjud. Migratsiya tayyorlovi bo'limining ishlash tartibi shundan iborat.